3 marta ustaladi, bundan qo'tirdan asar ham qolmaydi. Polni to'kaveradi. Polni. Qo'ylarni qo'tirini arzon usulda davolash va unga nimalar kerak bo'ladi? Tez davolaydi. 3 kunda qo'tirdan asar ham qolmaydi. Bizga ishlangan moy, Mashinani ishlangan moy kerak bo'ladi. Oltinguvit. Vet aptekalarda 5000 so'm, 4000 so'm turadi bir pachkasi. Mana oltinguvit moyni quyib olamiz bitta stakanga, idishga. Stakanda farqi yo'q. Unga oltinguvitdan qo'shib mana xuddi shunday aralashtiriladi keyin buni. aralashtirib oltinguvit va moy. Mana shunday yaxshilab aralashtirib, undan keyin qo'yni yuziga surtamiz. 3 kunda qo'yda qo'tirdan asar ham qolmaydi. Bunga hozir guvoh bo'lasizlar mana. Xuddi shunday qilib aralashtirib olamiz. Mana mana shu ko'rinishga keladi. Endi qo'yga surtamiz.